Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan yana biz Brother FC va bugun FC Mobile o'yinimizni o'ynaymiz. FC Mobile'da hozirda darajamiz 124. Pakdan O'rayli chiqib qolgandan keyin 124 qildim. Va do'stlar, hozir bitta narsani ko'rishingiz mumkin. Ya'ni mana bu narsani 12 ta draft qolgan pul aga. Do'stlar, mana klubimiz bo'lishingiz ham mumkin. Menejer mod uchun 4-3 qilib qo'ygan, nima takali. Va shu yerda lahim ortiqchalik qilyapti. Bunday qilib turib qilsak ham o'zgarmaydi. Shuning uchun yo'qib qo'yamiz. Va extra time o'tamiz. Match statusga o'tib ko'raylik. 6-4 Angliya o'tibdi-ku. Shu Fransiya bu yili nimadir bo'ldi-da Fransiyaga. Responcham. Hop. Yaqinda download qilishim ham mumkin. Va hatto yuqori darajaga chiqib oldim. Endi mana Legendary 2. O'yin boshlashimiz ham mumkin, lekin kerak emas. Va do'stlar, sizlarga ligangizdan hozirda qancha token beradi? Misol uchun menga 32.105 ta. O'zimda 6.000 ta bor, 38.000 ta bo'lar ekan. Va do'stlar, hozir qisqa Hammaga salom do'stlar. Bugun biz Brother FC bugun FC Mobile o'yinini o'ynaymiz. Akamda 124 over ekan. Hozir mayda ikkita 123 overlari bor mana. Mana lahimni almashtirish kerak ekan, xullas. Yangi o'yinchi tushibdi. Aka, aytingchi endi. Va bizga O'rayli tushgan. Gapirishda davom etavering. Mana hozir mashal lahimchani alishtirib o'rsalar, javob 125 yoki 126 bo'lishlari javob mumkin. Va do'stlar, sizlarga bir narsani ko'rsatmoqchi edim. Ya'ni Telegram kanal. Yo'q, bu keyinroq bo'ladi. Team Badge'ga o'tamiz do'stlar. The World's Game. 1340 ta bor. Sal yetmayapti do'stlar, ya'ni 360 ta. Agar shuni ham to'ldirib olsak, xudo xohlasa 125 bo'lamiz. Va do'stlar, bugungi videomiz shundan iborat edi. Yaqinda yana videolar boshlaymiz. Video yoqqan bo'lsa like bosing, kanalga obuna bo'lib qo'ying, qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yinglar. Kommentariyani to'ldirib tashinglar. Qachonki obunachimiz 124 ta bo'lsa, men 124 shu akkauntimni berib yuboraman. Va 100 ta obunachiga erishsak, Telegram kanal ochaman. Hammaga ko'rishguncha deb qolaman do'stlar, hammaga xayr.